o'sha Turkiyaga birinchi borganimda bizni kutib olgan yigit aytdi, ustoz dedi, sizni kelishingizdan bitta ahli ilmlari xabardor bo'lib menga topshiriq qilishgan, sen kutib olar ekansan, kechqurun sizga suhbatimizga olib kelasan deyishdi. Aytdim, menga dedim, soya ham kerak emas, hamsoya ham kerak emas. Dam olgani kelganman. Ahli ilmlaringga ham yig'ishdi, boshqasini ham yig'ishdi. Ustoz, men va'da qilib qo'ydim. Haligi aytadi, gapni qirqib gapirardim, uni yuzidan o'tolmayapman degan nimasi borki, gap borib o'shanda bu yigitcha bizga qattiq xizmat qiladigan bo'laydi. Mayli, sen va'da qilgan bo'lsang boramiz, bo'lmasam deb bordim. Keyin borsam o'sha Suriyani bari professori bormi, fan doktori bormi, hamma olimlari bor, o'zbeklardan bor, Erondan bor, nimadan bor, Afg'ondan bor, o'zbeklarimizdan bor, turklardan ham bir yarmi bor. Bunaqangi katta uyga to'la odam. Mani shayx desa tepaga qarab chiqib ketaveribman. Shayx ekanman deb qo'ysa, eng to'riga chiqyapman. Shunday chiqib o'tirgan zamoti kallaga urdi-da. Sen dedim, shayxni to'riga chiqarib qo'ydi, hozir hammasi savolini senga beradi endi. Endi nayni ko'rding. Savoliga javob berolmasang, endi qizarishni ko'rgin dedim. Sharmandalar. Xudodan qattiq so'ravardim ichkari. Xudo sharmanda qilmayin dedi. Bilmay chiqib qoldim tepaga. Chetda haligilar savol so'rayapti-da. Ertaga o'tirganlar aytyapmanki, u o'zini sohasini professorlar o'tiribdi hammasi. Ular kitobda yozilgan narsani sizdan so'rab o'tirmaydi, o'zi biladi-da uni. O yoshligidan beri ko'nglida mana shu narsa nima ekanini kitobdan topolmay yurgan narsalarini so'raydi. O'sha suriyalik bitta olim, o'zi arab, mana arablar to'g'risida so'rayapti. Ibn Arabiyni to'g'risida so'rayapti. Domlar deydi, shu odam qanaqa odam deydi. She'rlarni o'qisangiz qo'rqib ketasiz deydi, odam kopirib qolyapti deb deydi. Muhiddin ibn Arabiy. Aytdim, yaxshi ma'lumot Xudo ko'nglimga soldi, bor ekan, ma'lumotim chiqardi. Sen dedim, Muhiddin ibn Arabiyni maqomiga yetmagan bo'lsang o'qima Muhiddin ibn Arabiyni. Chunki dedim, yuqori maqomdagi odamlar hamma shu meni o'zimni maqomimda qangi, men bilgan narsani ular ham biladi deb, bilgan narsasini aytmay yozmay ketaveradi dedi. Chunki ularning gapini bag'daylar tushunish qiyin. Hamma bilib turibdi deb, gapni yarmini gapirmay ketaveradi-da. Bir chekkasini gapirib qo'yadi. Xuddi senga o'xshagan dedim, o'sha paytda ham u kishini bitta she'rini o'sha olim, ikkita olim kelgan ekan oldilariga dedim, o'zlari hayotli paytlarida. Bu mana shu she'ri bilan kofir bo'lyapti-ku deb hali she'rni ko'tarib kelsa, bu odam uyda o'tirgan yerida ularni kelayotganligini, nima uchun kelayotganligini bilib, haligi she'rini to'ldirib qo'yibdi. She'rini to'ldirib qo'yibdi-da, yozib stolga ustiga qo'yib qo'yibdi. Haligilar kelgandan keyin nima kelding, kimsan deb o'tirmasdan qo'liga bergan ekan. Shunday ko'rib peshonasiga bitta urib ketavergan ekan. O'sha qaysi she'r edi desang dedim. Va kam arahu va la yarani degan gap. Va kam arahu va la yarani degani haqiqatdan shuni o'zi bo'lsa kofirlikda. Men Xudoni juda ko'p ko'raman, Xudo meni sira ko'rmaydi degani. Xudo meni ko'rmaydi degani kofirlik bo'ladi.
u nima deb qo'ygan? Va kam arohu mun'iman va la yarani shokiran deb qo'ygan. Men Xudoni juda ham menga ko'p in'om qiluvchi ko'raman, ko'p juda ham. Lekin Xudo meni sira shukr qiluvchi ko'rmaydi degan. Deb to'ldirib qo'ygan. Ana shunaqangi dedim. Haligi javob berdi. Shunaqangi xursand haligi. Haligi javob topganiga. O'zi aytyapman, professor o'zi arab to'g'risida so'rayapti.